أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني ikkinchi fasl Aisha radhiyallohu ta'ala anha rivoyat qilindi dedi u Aisha dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deydi. Biz endi Mishkatul Masabi degan kitobni o'qiyotimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi jamlangan, ya'ni asosiy hadis jamlangan bir kitob, universal. O kitobni o'qib endi Kitobul Buyu degan kelgan to'q oldingi darsimizda bu Babul kasbi va talabil halol degan bobningki birinchi fasl hadislari tugadi. Hozir endi ikkinchi fasl hadislariga keldik. İkinci fasl hadisi Aisha radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindiki dedi Aisha dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jazman bir nimasiniki eng yaxshisi yedinglar. Sizlar yegan narsaniki eng yaxshisi sizlarningki kasbingizdir deydi. Yani o'zingiz bevosita ishlab mushundoq tijorat qilib mushundoq ishniki o'zi sizlarga nisbatan sizlarniki ishlariniki eng pokiz, eng yaxshisi, eng maqbul mushundoq bo'lgan nimadir u ishdir deydi. Undan keyin mushu odam o'zi bevosita ishlab, ya'ni bu yerda asosan bu ishniki o'zi bevosita ishlagan vaqtdagi o'zida o'changizda ikkinchi bir odam ishlatib bo'lmanda qolmay, endi o'changizda o'zida ikkinchi odamni mesela xizmatga salib yoki o ishni bu ishni qildisi o odam bevosita o'zi qilmagan bo'ladi. Endi o eng yaxshi ish shundoq bo'lsa o'zi bekor turmay, ya'ni shu ishniki o'zi kuchayotgan qadar shu bevosita o'zi qon bo'lsa, men bu ishniki o'zi eng yaxshi kasb bo'ladi. Eng yaxshi ish o, eng pokiz, eng halol ish bo'ladi. Nima deganda, chunki o adam ikkinchi bir odamni ishlatib o'manda qilib qo'ygan bo'lsa, davomli o adam o ishniki ustida qolib turmagandan keyin ba'zi bir bo'lmag'ur ishlar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun o adam haqiqiy taqvo muttaqi odam bo'lgandan keyin buni qarab o odamniki o'zi qanday qiladi chog'da eng yaxshi ishni nima qilmaysa o'zi bevosita qolgandan keyin uniki qanday ekanligini bu odam u yerda nima qiladi biladi. Shuna kasbniki ichidagi mushu ishlash ishniki ichidagi eng yaxshi ish o'zi bevosita qilish. Bu deydi. Va jazman sizniki baldiranlar sizniki kasblariniki qatoridandir. Endi sizniki farzandinglar, mayli qiz olsun, mayli o'g'il olsun, mana bu o'zingizning kasb qilib, ya'ni qanday qildinglar, ana balog'at yetgandan keyin, ya'ni har ikkala taraf to'y qilib Onundikin, anadikin, toyqandikin, apığa adam 9 ay meni qo'saqda baqidi, ko'tirdi. Onundikin, yani bir narsani yegan qadar, mana bu ishni qilgan qadar onasi baqidi ko'tirib, shuning qatorida apığa adam mana ularniki butun xarajat chiqqanlarini hammani tijorat qilib ishlash orqali o'g'ichi akbardi. Unda ondikin sizniki kasb qilgan, meni mollariniki ichidagi shu mal Nınki qatarda sizin ballarının buludu. Ballarının boğandakin bunun hesabıdan eğer siz aciz kelip, muşundaq qeyrip, ya aciz kelip, ya işini kılamaydıgan, ya ağırıp qirip, qavaqdaki üzüde, uçan üzüde sizinki ballarınınki aşu, tapqan meliniki üzüne, siz yisanla onun buludu, siz kesipqan malınki en yaxşını qatardan çok buludu, deydi. Hem de bunu asasen ölümalarımız, şu an, balalarniki o'ziniki ota-onasi mushundoq ojizlik qeyrib qolgan vaqtdagi o'zida, kuch yetmagan vaqtda o'zida, kasal bo'lib qolgan vaqtda o'zida, mana u chog'ning o'zida shu balaniki ota-onani beqish farz deydi. Agar undoq bo'lmasa, u balaniki ashu melini u odam yesa, u chog'ingizda harom yegan bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi boshqa hadisida sen va seniki meling, seniki otangning degan. Unda bo'lgan ekan, u uçaniki üzerinde o bala unmay, özü eskilik qilib, ota-onasi qaramay, açtaqan bolsa, uçaniki üzerinde aş balası uqmay turib, uqmagan holatda ota-onasi oğa adam episa halal
narsani yegancha bo'ladi. Mana buni qarta islom dinimiz yani bir odamniki o'zi ato'g'a odam bolasi o'ltirayotgan bo'lsa, unuga undoq yadaqi bosh qotilidek undoq qisqacha kelmaydi. Men bu esa Imom Turmiziy, Nasai, Ibn Majah rivoyat qildi va Abu Davud va Doriminiki rivoyatida mundaq debdi. Jazman bir odam meni yegan narsaniki eng yaxshisi, eng pokizi. Eng pokiz. Men bak pokiz yegan narsaniki ichidagi eng pokiz, eng xolis, eng halol meni bo'lgan narsa u nimadir desa, u akishniki kasbidandir. Men o'zi bevasi kasb qilsa, kuchva vaqtning o'zida o'zi ishlab, voy o'chani o'zi kuchva vaqti va men mushunda vaqtning o'zida o'zi bevasi ishlab, qanday ikkinchi bir odamni yoki balvoqlarniki o'zini ishla deb mundaq qilishi o'zi degandek obdanchu emas. Ammo u odamniki shu ishlashdan mushunda qiyirib, o'sha oz kelgan vaqtning o'zida o'chani o'zida u bolaniki narsa yesa u nima u eng yaxshi kasb bo'lgan bo'ladi. Ve cezmen o adamniki balısı o adamniki kesbini qatardan bo'ladi. Anda oğaniki o adamniki kesbini qatardan bo'lgandan balı akıllarınki üzü merkez olsun, oğul olsun. O çaniki üzüde bu adam o balı akısı tapkan ekipegen nesniki üzün yişniki üzü nima o halal. O pakiz, o aramçı emez deydimdi. Min Abdullah Mesud radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıdı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Meni kesip kılmaydı bir bende bir haram malını. Haram malını ki üzünü kesip kılıp, meni işlep, tepip, arak setip, ya ki oğurluk kılıp, yançukçılık kılıp, yalgancılık kılıp, aldap, sokup, muştak kuyup, muştak bir işini kılmaydı bir bende o işini çok kılmaydı. Kılmay o adam onun deyken yani o adam onundan nima qiladi? Sadaqa berdi. Sadaqa bergandan o odamniki meni o malda nima qildi? Qabul qilindi. Vayna o malni qabul qilganda boshqa o odam meni o odamniki o meni nima qilmaydi? O infaqchi qilmaydi. Anadikin bu odam uchun shu malda barakat berildi. O odam o malni o'ziniki dumbisniki oqisini nima qilmaydi? O tark etmaydi. Men tark etmay uçanı dümbüsün akışsa, yani üzün akış koymay, yaxşıya ubdayya işletmay, yani mundaq qıldığı bir iş olmaydı. Migeli bolsa, yani aşı haram malını kesip kılıp, meni aşındaq sadaqa berip, meni sadaqa bergendiyken o malniki özü qabul qilinib, va o adam o malniki özünü meni infaq qilib, yani uçanı özüde pis qilib, undaq olay, amma qilmayman deb aştaq haram malniki özü aştaq qilib, onundaki bu malniki özüde bu haram malniki üzerinde onda bereket berilgan iş. Yani çok bombaydı o adam o malniki üzerine ben özünki dümbüsündeki akısı koymay o adam kandak kıldı. Devamlılık onu haşlap müştak çok turdu. Ben müştak turduğun aşında bulup kalgan bolsa yani aşı haram neresi işlep tepip vay Allah yolu hayır ihsan kılamen vay sadık kılamen vay hacı varmen dep aşında kırıp ben o kandayken o malniki üzerine meni o nima qildigan gap, meni sadaqa berib ashta qildi halol sanab. Meni ashu halol sangandan o malniki o'zini infaq qilib to'xtatib olmaydi. To'xtatib olmay anadikin bu odamniki o mali anadiki barakatlik bo'ladigan anadikin o dumbisniki aqis qo'yib davomli ashu xashlab mana turadigan ashtaqli bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni o malniki asosiy harom kasb kelgan bo'lsa, meni ziyoda qildi bu malniki o'zi o odamni dovzaq ziyoda qildi. Yani dövzakı tehimi beklim koladı, kürgüzü vadıdı, deydendi. Yani bu yerde haram malniki kesip kılış, o bir nebe o dövzak kiriş. Anladıyken bu malniki üzerine, bu halaldı deyip tasdik kılıp, aşında oğurlap, yançukçılık kılıp, aldap, yalgan gap kılıp, vəzi tutulmay, koyup, men aşında kılış arqıq tapqan pulniki üzerine, men bu adamniki üzü sadık berdi. Vay men bay oldum, anda kıldım deyip. Ve bu avu bir haram bolu dövzak kirdi. Andaki ma nersin üzü tehim o adamınki üzerine dövzak kiriş bilim kılıdı. Sebepçi boludu. Tehim dövzak kirsen oldu diken deydiğen gep. Yine o adam o malınki üzerine infak kılıdı tehim. Şık toxtutu almay. Tehimi berdi. Bu beni ben tehimini boldu. Vay ben açta kısam savap bolu iken deyip açta kılıva geldikken
Bu teximi o adamni do'zax qilishga bo'lgan bo'ladigan gap, savob ziyoda qilib, teximi loyiq kelsan deydigan cho'q gap. Jazman men Alloh taolo uchmaydi bir harom ishni, paskina nachar ishniki o'zini nachar bilan nim qilmaydi, uchmaydi. Mana u odamniki shu haromdan kasb qilib, mas o'g'irlab, yanchishlik qilib, aldab, qo'yib, va'dasi to'may, saxtkorlik qilib topgan molniki o'zi nima u harom. Anda o'g'anikin bu harom bo'lgan narsaniki o'zini yin bir harom bo'lgan narsa orqali uni qilmaydi harom, ya'ni paskin narsa shu parks qilmaydi. Bu lekin mana o hammasi nima u odamniki halol topgan, haromni topgan molniki o'zi harom. Undan keyin narsaning o'zi sadaqa berishniki o'zi to'g'ri emas. U nima emas, o to'g'ri emas. O sadaqa berish uchun o odamniki o'zi xayr ihson qilish uchun jazman o odam o'zi bevosita kasb qilib topgan, ishlab yoki tijorat qilib yoki meros yoki hadiya qilinish orqali mana o odamniki o'zi topgan mol bo'lsa, o odamniki halol mol bo'ladi. Anidiki bu ne bu to'g'ri kasb bo'lgan bo'ladi. Unda o'g'andikin unda bo'lmagandikin o odamniki o'zi mana shundoq qilgan bo'lsa, aniki sadaqa ne bo'lgan gap, maqbul bo'lgan gap. Uni qilmay, narsa o'zi bo'lmaydigan narsa harom deb aniq qilgandikin, u chaniki o'zi nima bo'ladi? Sayyi bo'ladi. Unda o'g'andikin mana bu haromda topgan narsa sayyi bilan nima qilmaydi, o pokizchi bo'lmaydi. U uchib ketmaydi bu. Nima o qonuniyat. Lekin uchurdi, meni sayyi ishniki o'zini nima uchurdi? Meni güzel, yaxshi ish, obdan ish bu nima qiladi? O uchurdi o deydi. Mushundaq meni gunoh ma'siyat harom ashta ish qilgan bo'lsa, meni o odamniki uniki oqisida yaxshi ishni qilgan bo'lsa, masalan tövbe qilibdi, kishining haqqi bo'lgan bo'lsa, uni uchun qaytirib beribdi, halollik ya zulm qilgan bo'lsa, o'chan o'zida halollik talab qilib, o odamning halolligini epdi. Men mushundaq qilish orqali qadedikin, qon haromning ishini deb qildi, o'chan o'zida yo'qaydi. Jazman men paskin narsa meni paskin narsani qilolmaydi, uchiramaydi. Odatim shu, paskin narsa bu yerga keldi yoki mushundaq paskin bir narsa bu qolganimiz olib shu gandini olib uni parkiz qilman desa, endi texim nim qoladi, texim ziyoda qoladi. Unda o'g'andikin bir odamniki halol kasbni qilmay, harom kasbdan mushundaq pul tepishning o'zi harom. Unda o'g'andikin bu haromni olib shu harom yani o'zim mulk bo'lmagan narsa men o'zim savob olsam bo'ldi, Alloh menga savob berdi deb qilish u harom. Unda o'g'andikin bu narsa qilishligi orqali bu odam uni qilmaydi, o pokizchi qilolmaydi. Mushundaq qilamaganiki bu odamniki mushqa ishlarniki o'zi u odamga teximiz do'zaxga kirishga mana asosli bo'lgan bo'ladi, sababchi bo'lgan bo'ladi. Deydi endi. Unda o'g'andikin men mushaydiz qasasan, men rasmiy o odam men savob olsam bo'ldi. Men Allohniki dargohida savob elib u dunyoga borgan vaqt o'zida meniki martabam cennette nat aliy olsun dese, cezmen o adam qilgan aş kasbniki o'zi halol bo'lishi kerak. Shu sadiq qilmoqchi bo'lgan molniki, xayr ihson qilmoqchi bo'lgan molniki o'zi men nim bo'lishi kerak, o'shan o'zida halol kasbdan, halol yo'ldan topgan bo'lishi kerak. Anidan bu nim bo'ladi, maqbulchi bo'ladi. Cabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi o Cabir. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kirmeydi cennetke bir göşki östi, o göş nemeden haramdı. Hem de sohti degen, istisal. Yani bir nersi, hemen nersi tüp yıldızı yoktub atkan nersi özü soht deydi. Men bu itibarından çünkü bir adam haramlı kan bolsa, o adamniki şu dünyada kan ve o dünyada cennet kirmesi olan işine hemen yok etip ahirde helak kılıp dözakçı ekirdi. Bu itibarından o nersi neme dedi andaki neme de tercüme kılındı? Haram depçe tercüme kılındı. Anda o andaki mene cennetke haramdın. Haramdı yet haramını işitiş arkalık o adamniki bedenige göçlüp kıptı kiripti. Yani o adam tuğulğa vaxtını tatip ta şu ölgene kadar o adam yeydi yiyen nersin üzü bedeni nemi kılıdı uçağınızda mene o yer göç ösüdü. Şu göç yiyen nersi göç öşmüşse uçağınızda beden üzü saklap çok kalmaydı. Anda o andakin her kanda bir haram nersiniki o nersiniki üzü o adam yap kalıdıken
mana bu yeb qolgan u badanniki o'zi jannatga cho'p kiramaydi. Mana u go'sht jannatga qo'ymaydi, kirdirmaydi. Va har qanday go'shtga o'sti u go'sht haromdan bo'ludi, do'zax mana shu go'shtga eng loyiq bo'ladi. Ya'ni har qanday bir go'sht haromdan o'sadi ekan. Ya'ni yeyotgan narsaning hammasi go'sht olmoqchi. Shu yeyotgan narsa halol bo'lmaydi. Agar haromdan bo'lib qolgan bo'lsa, mana u go'shtniki o'zi mana haromdan chiqqan bo'ladi. Bunga loyiq eng obdan narsa uni yo'q qilish uchun paskil bo'lgandan keyin uni paskina ashundoq sesiq bo'lgandan keyin uni yo'q qilishniki birdan bir omili nima? Men o't. Shu dunyodami hozir mushundoq har xil paskil narsa, har xil axlat ashundoq adamniki nemiz kelmaydigan narsani yo'q qilishniki birdan bir omili nima? O'tni ko'ydirib yo'q qilish. Men hozir shu texnikalarni qo'ydi hozir shu texnologiya qo'llanyapti. Unda o'g'an ekan mana adamniki shu go'sht badanida men bir poch go'sht ashundoq men o'sgan bo'lsa, bu adam uni men yo'q qilmagan bo'lsa, o'chani o'zida oshib ketib ketgan bo'lsa, o'chani o'zi do'zaxga cho'p kirdi. Unda o'g'an ekan biz mana shu do'zaxga kirishga sabab bo'lgan shu harom narsani yeyish va manfaatlashdan iborat bo'lgan ekan, biz bunga nisbatan shu kasb qilgan ishimizdagi jazman halol bo'lishi kerak. Do'zaxga kirish sabab bo'ldi. Unda o'g'an ekan halol kasb qilishning o'zi nima? Farz bo'lgan bo'ladi. Hasan ibn Ali radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Dedi ular sen men saqlab oldim men Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan. Men tövenki so'zni nima qildim? Men saqlab oldim deydim. Endi Hasan radhiyallohu ta'ala anhu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki bu vaqtda cho tug'ilgan. 5-6 yosh atrofida cho'ng uningdan. Mena Ali radhiyallohu ta'ala cho'ng o'g'li. Men bu tövenki gapni nima qildim? Yodib oldim. U nima deydi deganda Peygamber shu Hasanga nasihat qilib ekan. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Fa inna sidqa tuma'niniyatun va innal kaziba ribatun dedi. Da degan nima? Va da yadaudun bo'lgan amr. Da deydi ana. Va da yadauniki amr qanday qildi? Da chiqadi. Unda o'likin da degan nima? Tark etdi. Ya'ni qilma. Anda bir ishniki shak tashlaydi, o seni. Araba yuribu irabatan rayb deydi, yani shak degan gap. Araba yuribu degan gap bu shak tashlaydi degan gap bo'ladi. Seni shak tashlaydigan narsani uni uchun qilma. Ma halalmidi, ma harammi deb, ashundoq uniki qandoq ekanligini sen bilib bo'lamisan, u ishni quvvat uni qilma. Yo'tkalgan holatda yoki u narsani meni tark etgan holatda, meni yo'tkalgan holatda, u qo'ygan holatda nimaga? Anda bir narsa yo'tkalgan holatdagi shak tashlamaydi, u narsa seni shak tashlamaydigan narsaga sen yo'tkilib, shak tashlagan narsa tashib etib, shak tashlamaydigan narsaga sen nima qilgan? O'tgan. Shuning uchun qil deganda deydi. Mana bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning umumiy hadisniki, mana bir qancha hadisning ichidagi eng asosiy hadis. Mana biz yuqoriga hadisga asosan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam halal uchuq, haram uchuq dedi. Uchuq mana bayon qilingan dedi. Endi uningdan boshqa ikkisiki o'tirish shak, ishlar, mushtabiy bo'lgan ish bor dedi. Siz unidan saqlangan deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yuqoriga hadisda degan. Endi ma'noda shu. Mana hozirgi davrniki o'zida mana ishniki o'zniki shak ekanligi nojiq ishlar bor. Bo'libmi tijorat, kiyim-kechak va muomalat ishida odamniki ahli kib boqmagan, 50 yillik oldida bunda ish bo'lamdi deb odam tasavvur qila olmaydigan darajadagi ishlar hozircha umumlashib ketdi. Yer halalmidi, yer harommidi? Mana bo'libmi hozirgi davrdagi mushu borsa, ya'ni paychak degan ishlar bor. Mana mush ishlarda noy talash tortish chiqqandi. Mana bu odamning o'zi, agar uni qilmasa bu odamning o'zi, mana bu o'lida ish bo'lgan bo'lsa bir gap. Ammo uningdan boshqa yana bir ishlar bor. Shu ishlarni qilish orqali u odam o'zining turmushini qamdab ketadi. Men mushundoq turg'un, mushundoq mashq ishini qilib,
Uniki qanday qilib yaparsam yuqoriga aytsidagidek, bu ishni bo'lmaydi ekan. Anda qilga deb anadikan ribodan iborat bo'lgan, foiz va usumdan iborat bo'lgan narsa uchun qilib qoladi. Bu aniq. Chunki deydi Payg'ambar, chunki rostchilik u nimadir? Oromliqdir va jazman yolg'onchilik u shakdir deydi. Endi shak bo'lgan narsani tashla. Shak bo'lgan narsaniki o'zi u nima bo'lgan bo'ladi? Mana u yolg'onchilik bo'ladi. Yolg'onchilikniki o'zi u rostchilik olmaydi, u shak bo'ladi. Ammo u rostchilik qilib qolgan bo'lsa, shak qilmaydigan narsaga sen o'chani o'zida uni qilib qolgan bo'lsan, qalbing rasmiy aram topadi. Sen mu'min, musulmonniki qalbi aram narsani qilsa, o'chani o'zida qalbi titrab turadi. Mushu yolg'on qolgan, lim bo'lib qolganda, mushundaq deb. Ammo uniki rost, mana u halol, mana bu shak qilmaydigan, mushtabiy bo'lmaydigan ishga kelgan vaqtimizda mu'minniki qalbi nima bo'ladi? U yerda rasmiy aram tepib rohatlanadi. Mana dunyodagi ruhiy kasallarniki asos tarafi meni mushahadachi keladi bir sabab. Chunki buniki qavatgan ishlari, aytayotgan ishlari, so'zlayotgan gaplarniki o'zi ko'pincha ishliki o'zi harom bo'lgandan keyin bu haromlikning nemisini o'zida u odamniki qalbi asos jihatni o'zi bilmasmi, uniki badan o'zicha biladi. Bu yerda nima qiladi? Andiki ruhiy kasal bo'lib, bechani titilib o'zligidan nima uchun bo'lganligini uqmaydi endi. Shu orqali andiki ruhiy tarif mutaraddid bo'lib, undan keyin andiki bu jismga ta'sir qilib, andiki bir sarangdek birdan sarang qatishdek ashloq gap harakatlar qilgan holat çok bo'lib qoladi. Bu endi. Shunga meni musulmonlardan boshqa meni qolgan kishilarga qarasak, meni shu kofir mushriklarga buning ishchiligi bo'lgan saranglik, har xil kasalliklar çok paydo bo'ladi. Ammo musulmon deb haqiqiy yashagan jamiyatniki ichidagi insonlar bunda bir kasalchi yo'q. Noit rohat, ashundoq hem işte unda ciddi iş bunda çok ketmeydiğen bunda bir adet çok band. Vabisat ibn Ma'bad radıyallahu ta'ala'dır rivayet kılındı. Şuna da ki cezben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Vabisa, keldin mi sen? Haleti ki soraysan beni yaxşı iştin ve günahden. Yaxşı iş ve yama iştin sorab keldin mi sen? Kelgen haletin mene şumu dedi. Digendikin dedim ben ha ya Resulullah dedim. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki bir adamniki aş kelgen vakti üzerinde neymi için kelgenliğini Peygamber neymi kılıktı bu okudu. Bu Peygamber'in nemisi olan Peygamber ikkelliğindeki bu mucizesi. Bu yerde okuştan bana Allah Teala'nınki ilhamı ve vahiy kılış arkalık neymi kılıdı onu bildi. Dedi Peygamber dedi o vabise, onudaki Peygamber yüzündeki parmaklarını neymi kıldı? Cuğladı. Cuğlar, bunu müştak kılıp, urdu Peygamber şu parmaklarıyla şu vabise kalbine neymi kıldı? Urdu. Mesela urup hem müştak neymi kılıp, ve dedi, istepti nefseke, istepti kalbeke salase, şu kadar dedi. Sen her kanda işte, sen özendin petva sor. Yani özendin sor. Ve kalbini sorap bak. Yani özendin sorap, uçağınızı nefsek. Yani özeni sorup iş kandaktı dep bak aldığını. Çünkü mene sen hakiki mümin, sen Müslüman boğandıkken, seninki vücudunda iman boğandıkken, bu iman o adamniki bütün işleriniki bombaydı, boludu, diğerleriniki otursun yapıp verdi o, ben ayırıp verdi o bir hakikat. İntettakullah'ın yani Allah Teala şu Kur'an-ı Kerim'de ne mi diyen? Yani şu eğer siz muttaki olsanız sizge Allah Furqan qilib berdi degan. Yani Furqan bir haq bilan nahıniki o'ttirsa, men arif berdigan bir iste'dod, bir xil xuy, bir xil narsa u odam vujud qilib berdi degandi. Anda o'g'ani bu iymon bo'lsa, ashta bo'lgan bo'ldi degan gap. Anda o'g'ani bu odamning vujudida iymon bo'lgan bo'lsa, o'chaningizda bu iymon darhol u odamni qilmoqchi bo'lgan ishni o'zidan so'rsa va qalbidan so'rsa, nima deydi u? İman onunki hataya doğru ekanligini derhal bildirdi. Bu ilham berish orqali çok bo'ladi. Deb anladiki, yaxshilik degan nima? Asli bir degan, bir deb keladi bu bir degan gapniki o'zi ko'pincha vaqtdagi o'zida umumiy yaxshi ishniki va qiliqniki umumisi nima deydi arabchada bir deydi. Yaxshi ish degan anda bir ish turki mana o'rin
alıdı o narsaga nafs. Yani nafsi bir adamniki nafsi şu ishga o'rin elib, rasman rohatlanib, hech qanday pitir ikki tarafni midrab unda qilmaganning o'zi bu nima bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. Va unuga qalb nima bo'ladi? Yana arom oladi. Qalbi o'chani chiqilib, unqandaq tug'andi demay, o'chan rohat oladi. Bu mu'minniki nimasi bu? Alohida xususiyati. Haqiqiy taqvo muttaqi bo'lgan odamniki mana xususiyati bu. Endi kofirchi, munofiqchi unda qilmaydi uni. Hatto shu ishniki o'zi eng to'g'ri ish deb qaraydi. Gunoh degan nimadir desen, gunoh unda bir nimasdirki, mutaraddid bo'ldi, u narsa nafsida. Böyle mutaraddid bo'ldi, u narsa ko'ksida. Ya'ni odamniki nafsi bilan, mushu ko'ksiniki qalbining o'zida mutaraddid bo'lib, ya ma ishning bu qandoqdir, yilma odam ko'rib qolarmi? Voy ko'rib qolish qandoq bo'lar? deb ash odamdan eng oddisi suqqanlik. Jamoatninki o odamniki o'zini o'shda qilib qolganlikniki o'zi suqqanlikning o'zi, men bu nima bo'ladi? O gunoh ish bo'ladi. Men mushu o'lchan, men yaxshibanlikniki 30 barketishga o'lchan, men mushu shu. Voy nabtakanna. Voy agar chandiki odamlar sana fatvo berib, voy bo'laverdi, qilaversizlar deb ashtaq desimi, seniki shu ishniki o'zi, qalbingda, vujudingda mutaraddid bo'lgan ishniki o'zi sen ko'ngilga qarab qoladi. Qandaqdi u odam fatvo durust deb ashtaq desimi deb ashtaq qilgan ishniki o'zi nima u? Gunoh. Bu haqiqiy mu'min, meni musulmonniki u vujudidagi iymon, ixlos buni uchun bildirdi. U haqında desimi deydi. Anda o'g'an ekan, mana bu yersa biz bu ishniki tijorat va undan boshqa har qanday bir ish qildik ekanmiz. Shu ishniki o'zidagi oldidan o'zimizni so'rab kirishimiz çok kerak. Agar o ishniki o'zi ko'nglimiz rasmiy, chunki bu odam mu'min va kofir munofiqlik gap emas, u bo'lmaydi. O adamning vujudida rasmiy iymon bo'lgan ekan, bu iymonniki o'zi, mana haqiqiy saq ish bo'lgan bo'lsa, o'chanizda mana qalbi rohatlanadigan gap. O'chanizda taximi xo'sh bo'lgan gap. Agar o ishniki o'zi sal mana to'g'ri bo'lgan ish bo'lsa, mana haqiqiy mu'min, musulmon bo'lgan ekan, uniki vujudidagi iymon bilan ixlos qanday qiladi o? Mana o odamniki qalbi tit qiladi. Qilib, voy unda qilib qoldi, voy bunda qilib qoldi, qanday qilib bu? Voy odam kirib qoldi, odam kirib qolsa qanday qiladi? Ajab satda bo'ladi deganidek, o'sha ish shu bo'ladi. Shuna bo'lgandiki biz bunday ish uchun nima qilishimiz kerak? Diqqatli qilishimiz kerak deydi. Atiyati Sa'di radhiyallohu ta'ala rivoyat qiladi dedilardi. Atiya dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, yetmaydi bir banda, mana shuniga yetmaydiki, bo'g'ay u muttaqilarniki qatoridan bo'lish degan bu martabaga bir mu'min bo'lgan, bir banda bo'lgan odam, ya'ni qul bo'lgan odam yetolmaydi. Hattoki tark etgay bu mu'min, bu qul unda bir nimasiniki yo'q chataq u narsada. Aqsini yo'q chataq, ishni bo'lmaydi degan narsani qilgan tark etkichilik. Qachoniki mush ishni tark etsa, voy ishni bo'lmaydi, qilsanglar deb qolgan ishni mana u odam shuni tark etgandan keyin onidiki bu odamniki o'zi nim qilgan gap o'chanizda muttaqilarniki darajasiga yetadigan gap. Nima qilsa, qo'qqonlik jahtidan anda bir nimasidanki u narsaning bodur chataq bor. Ya'ni chataq yo'q, voy chataq yo'qka qilaversak bo'ladi degan gapning o'zini qilmasak, men davomli shunda ishni qilmasa u odam martaba muttaqining darajasiga yetkazadi. Nima qilgan? Chunki chataq yo'qishdiga ishni qilavergani chataq voshni qilib qolgan gap. Mana yuqorgi aytsinki nima umum mazmuni shu. Unda o'g'an ekan biz qanday qilishimiz kerak? Biz muttaqi darajada, muttaqi bo'lgan kishilarniki darajaga yetishimiz uchun mana kishilar bir mushundaq chataq va chataq yo'q deydi ishlarniki o'zida xalq o'tirsa mutaraddid bo'lgan talash tortishgan ishniki o'zidan ham qiliqdan ham tijorat va amallardan nim qilishimiz kerak, uni uchun yenishimiz kerak. Uning uchun qilmasligimiz kerak. Mushundaq bo'lsak, anidan muttaqilarniki darajasiga yetib, o'chan o'zida Alloh taolo Qur'oni Karimda bergan muttaqilarniki sifati biz uchun bo'ladi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib degan nima oyat bor. In tattaqulloha yaj'al lakum furqanan degan nima oyat bor. Va uning boshqa bir qancha jiq muttaqilarning ustida men deyilgan nima Allohniki va'dasi va
faqat muttaqilarga degan. Mana bu o'chaning vujudiga chiqadi. Bo'lmasa o chetaq yo'q dedi. Qilavering dedi davom turib, o'chaning o'zida buni qilib qolsak, o'chaning o'zi cho'p bo'lmaydi. O'sha xato ishchi chiqadi. Anas roziyallohu anhu rivoyat qilindi, dedi Anas, la'nat qildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aroq haqida 10 kishiga la'nat qildi. Aroqning o'zi bu harom. Endi shu aroqqa aloqador bo'lgan 10 turlik bir kishi bor. U aroqniki o'ziga zot mal'un, u mal emas, u harom. Ammo mushunga aloqador bo'lgan, mana mushunga chetiq bo'lgan 10 dona kishilarniki o'zinimi buni nima dedi Payg'ambar mal'un dedi. Ya'ni uniki u qilgan ishniki o'zi nima harom. U qilgan tijorat, u ishladim, unda qildim, voy boshqa odam ishlabga degan gapning o'zi uchun emas, u asqatmaydi deydi. Qonun. Birinchi shu aroqni siqib bergichi. Asara yasiru deydi, siqdi. Mevchevini siqib unida suyni chiqarganligi o'zini nima deydi uni? Asir deydi. Ya'ni o aroqniki o'zini bu odamniki o'ziga siqib, o'zi bevosita aroq ishlab, men mushtaq qilibdim. Aroqni ichish beharom. Aroqni akib o'zimni va boshqa narsa qilish orqali aroq qilaman deb siqishning o'zi beharom. Va shuningdek u aroqniki o'zini o odamni qilib siqib beribdi. Boshqa bir odamga o'zi ishlamaydi ekan, o'zi ishlaydi ekan. Ammo boshqa bir odamga tijorat qilaman, yo pul topaman, yoki ishlayman, aroq zavodida degan deyish orqali mana u odam nima qilib beribdi, aroqni olib berib siqib beribdi. Mana aroq chiqib beribdi u odam, aroq zavodida ishlabdi. Men mushundaq qilishlik o'zimi nima harom. Men u degan nima harom degan gap. Aroqni ichkichi va aroqni ko'tarib bergichi. O'z bevosita ichibdi. O aroqni o'z ishmisi bir odam boshqa yerga olib borib, taksida yoki bir narsa ko'tarib olib borib, yoki zavod yoki shirkatda mushta ish kartoni ko'tarib, u yerga bu yerga mushta nima qilib beribdi. Bu nima? Ma'lum. Val mahmulata ilayha. Va shu aroqni ko'tarib berilgan odam. O anda bir odamiki ko'tarildi shu aroqni shu odamga. Ya'ni u odamni ko'tarib beribdi, yarmamışda turib akib beribdi, men tutum özüm şundak oltursam adam ek beripti. Anda o anki ekbere aroqni depti yoki deyip olturup aşık qanliki üzümü aşık adam nima o? Adam kötüp ekipti aroqni. Men bu kötüp ekip bergen ma adam üzümü melun. Aroqni üzümü melun tak adam melun nima? Melun aroqni üzü tak iç haram. Ve şu aroqni suğa qo'ychi. Qandaqdan aroq suvriniki o'zidan u odam ichsig'o zot shu men uni ichi kirdi shu qatorida. Ammo u odam ishmabdi. Ishma qandaq qildi? Voy men restoranda u yerda ishladim yoki deb olib sug'urib mashina nima qilib, u odamning birdan mushtaq qo'yib beribdi, potokini elib yoki o'sha istiqon binasiga erish orqali men mush ishni qilganligi o'zimni nima men. O shu aroqni sotquchi odam. Men aroqniki o'zim ishmaydi, men sotaman deb qolgan bo'lsa, men do'kon ochibdi yoki bir yerda setibdi, men shuning tijorat qilgan bo'lsa, men u kishniki o'zim nima men un. Vayna shu aroqniki pulni yegan odam. Umuman un va u aroqni setib olgan odam men un va u aroqni setib olgan odam men un. Ya'ni u odam setibdi. Ya'ni setib pulga evibdi, u men un. Va undan boshqa u odamning o'z ishlatmasi bor, lekin u odam setib ilinibdi. Ya'ni men aroq akipa deb setib beribdi, bir odam bo'libdi. Men bu setilgan odam o'zi nima mal'un. Ya'ni demak, mushu aroqdan men iborat bo'lgan bu harom narsaga o'zida 10 dona nima mal'un bo'lgan 10 dona men ichdim boshqayna, shu 10 dona mal'un bo'lgan nimalar va ishlarchi bor. Unda bo'ladi ekan bu aroqniki yeniga hargiz qilib qilishga bo'lmaydi deydi. Men bu elsi imom Turmiziy va Ibn Majah rivoyat qildi. Va Ibn Bar roziyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo endi yuqorida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedi. Ma'noda Alloh aroqni nima qildi? La'nat qildi. Aroqni ish kuchiga suva uchigan men satquchi, setvelinguchi,
chiqquchi va siqib berguchi, ko'targuchi va ko'tarilguchi. Mana buni nima dedi? Alloh bu kishilar uchun mal'unchu dedi. Ammo bu yer pulni yegan, pulni yegan, setib olgan, setib olingan degan nima yo'q, ham setib olingan degan bo'lsa-mu, bunida yana 2-3 dona bunida az. Ya'ni demak, ya'ni aroqniki ne qadar harom paskin ekanligi bu yerda chiqadi. Shuning uchun aroqni ishlaydigan, sotadigan yoki u aroqni mana u setib mana tijorat qilgan do'konlar va restoranlarniki o'zida bu qat'iy ishlab undaq qilishga bo'lmaydi. Buni nima qilish kerak? Saqlash kerak. Mana bu qilish orqali topgan molniki o'zi nima bo'lgan bo'ladi? Pul harom bo'ladi. Harom pul bo'lgan bo'ladi. Va Muhaysa roziyallohu ta'olaning rivoyat qilindi, shuna deb jazman bu Muhaysa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'radi. Mana hijomatniki nemasidan ish haqida. Men mushu hijomat qilish orqali ya Rasululloh, men mushu ishlab buni pul topaman. Mushni bir ruxsatmidi, mushni bir ruxsat bergan bo'lsa ekan dedi. Degandan keyin mana Payg'ambar bu kishini uchun nima qildi? To'sdi. Yo'qsa u ishni qilma. Mu'min yuqorgi hadis asosan mu'min bo'lgan odamning o'zi unda past ishni qilish emas, to'g'ri emas. Chunki uniki vujudida Alloh taolo meni in'om qilib, ihson qilib, meni bergan hidoyat bergan nima bor? Iymon bor. Iymon degan nima degan gap? Allohning bir bor ekanligini ishonadigan, mana payg'ambarim Allohning elchisi deb qiladigan va shuniki muqtazasi asosan u odam namoz o'qiydigan, zakot beradigan, ro'za tutgan odam. Bu odamning vujudi bo'lgandan keyin u past ishni qilish orqali uni xordish bo'lmaydi. Deb to'sdi. To'sqandan keyin bu odam davomli payg'ambarim so'ravadi. Hattoki dedi payg'ambarim, "I'lafu nasihaka va atmihu raqiqaka" dedi. Unda o'g'andan keyin sen agar uni musan olmay, ashini qilib qolgan bo'lsang, sen u narsaning o'zini seninki suv tortib bergan to'gan bor. Shu to'ganga halaq qilib ber. Shuni da kelgan, hijomat qilib topgan ash pulniki o'zini sen yemisangmi, seniki to'ganga ashundoq o't yosh yoki halabdak bir narsa ep berish orqali senni uchun uni uchun usharqashdan. O'yli shunida u narsaniki o'zini suni qo'lingga ber. Shu qo'lingga qolgan bo'lsa, qo'lingga ishlat buni dedi deydi. Ya'ni bu nima u makruh tanziya. Endi yuqorqi yerda payg'ambar o'zi nima qilgan? Mana qildi unidan boshqa, mana uniki ajrsiz, uniki haqqini chu berdi degan nima u yerda bor. Abu Hurayra roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Abu Hurayra to'sdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ishniki pulidan. Chunki ishniki o'zi nima u? Najis, u harom. Anda o'g'aniki bu harom narsaga o'zi qandaqki cho'shqini men elib setishniki o'zi harom bo'lganda bekish, buni uni bekishlik o'zi setishniki o'zi bu nima u harom. Anda o'g'aniki bu ishniki o'zimichu harom bo'lgandiki buni ham bekish ham setishniki o'zi nima bo'lgan bo'ladi? Haromchi bo'lgan bo'ladi. Shu yuqorqi hadis deganda men agar u odamniki ehtiyoji qolsa, zarur qolsa, o'shan o'zida u durust. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men payishvozninki kasbidan nima qildi? To'sdi. Bu yerda zamarati deydi, zamar degan zamir degan gap ovoz chiqarib tovlash degan gap. O'shan o'zida buni er kishilarning o'zi zamir deydi ekan. Ayol kishilarning o'zi payishvoz ayollarning o'zini zamara, zamira deydi ekan. Bu yerdagi maqsad asos, ya'ni zamiraki, ya'ni shu payishvoz ayollarning zoni ayollarning kasb qilib mana bu o'tganda degan oldik darsimiz degandek, arablarniki yerim arab dunyosida shu payg'ambar kelishligi oldinlarida hozirgi shu bu yerdagi shu ishniki o'zi bir halol bir kasb degandek ashundoq ishlar shu chog'da umumlashgan. Shunda shu qilish orqali ashundoq ayollar o'zini sotadigan, ya'ni o'ylarga shu ishni qilganlarning ayrim bir belgisi bo'ladi. Mana ya latta ya binasi qilib qo'ydigan şu arkalık erkeklerge özü konu tatkan vakti pul verip uçağın özüdeki konunu koşup çıkardıgan. Ya olmaydı kul ayallarındaki özünü mena o resmi şu işini kılışka ticaret, kılışka pul tepişka, kesip kılışka açtak kılgan iş olmamış ketken. Yani bu işteki özü ne deydi onu zamare. Beni Peygamber bunda işte ne kıldı? Tosya o işini her güçlük kılmalı bu haram dedi. Men bu ise İmam Bukhari şer'i sünneti ne kıldı? Rivayet çok kıldı dedi.
Ebi Umame radıyallahu ta'ala rivayet kılın dedi Ebu Umame dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem satmağlısıda kaynatlarını yani nakşi etkan ayallarını ne kılmağlar yani kul ayallarını şu satmağlar ve ulanımı şu ne kılmağlar onımı şu setuvamağlar dedi deylendi. Hem de kaynatın degen bu nime o yani nakşi etilgan Arapçadaki üzüde muganniya deydi o gina deydi o yani nakşi etip kesip kıldığın kişilerdeki üzü nime o kaynat. Asıl kaynatdaki üzü takayyana yetakayyun takayyun degen gep tezeyyün manida. Yani üzü pardazlaş, üzü çıraylı körsütüş degen gep. Anda oğan iken kaynat degen gep üzü çıraylı körsütüp muşundaq kılılgan nemeler o ayallar degen gep. Yani ayallar degen gep boludu. Mana bu nakşi etilgan muşunda usul oynaygan sorunlar va kaza binasi kerakniki nemesida bu ayallarniki küpünsiz zina kılıdendi. Çünkü özüne hakkıqa yani özüge haqni qaritish şu arqılıq anadaki pul tepish. Bunu kesip qılıdı. Bunu kesip qılgan bolğan eken şoňa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu setişniki üzü mana o adamın üzü o ya da setişnin üzü durus olsun eken aniki vasıp qalıdı. Çünkü o näsin üzü ikinci bir adam ep qalsa o işini o adamçı kıldırdı. Bunun sebep. Hem o adam setip algan vaqtımızda o neme emas, o bolmasa o durus. Lekin o ayalniki üzü, men nakşi, usulçi ayalniki üzü, men o adam o neme şu haramdan ibaret oğa zinaga ne bolup qalgan gep, sebep bolup qalgan gep. Muşu sebep bolup qalgandaki seddus zariya şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men muşu kul nakşi etiyotgan muşundaq ayallarni epsetişniki üzü men bunu nima qildi uni to'sdi. Bu qat'iy nima emas o durus emas dedi. Veyna yana setuvamanglar va ularga nima qilmanglar hech qanday bir narsa uchun o'rgatmanglar dedi. Yoki wala tu'limunna yoki ularni nima qilmang uqtirmanglar, bildirmanglar. Voy faloniyada nima var? Vay manda usul oynaygan, nakşi etilgan manda bir sorun var. Artist keladi, neme keladi deb unda ishni uqtirib xalq o'tirsa undaqcha qilmanglar dedi. Nimishqa? Chunki unda qavvaqlik o'zida mana bir qancha odamlar u yerga kelgandiki shu orqali u yerga nakşi etgan usul o'ynagan ayollarniki o'zi mana qilmagan qiliq qolmay şu arqılıq ma'lum dərəcədə ərkişlər onu olan bolğan bolsa şu arqılıq mənə nəticə ərkişdəki özü o yerdə şəhvət qozğulub anıdikən o yerdən çıxıb anıdiki haram işini çox qıb qalğan gep. Bu yeni bolğan boldu ina səddüzləri bolğan boldu. Və ina bularniki tapqan pulniki özü nimidir? Haramdır. Deydi. Şoňa nakşi etib usulu oynab mənə aşıb tapqan pulniki üzü haraq setip, tungunu setip, tapqan puldan oxşaş. Bu haram, o ürünki mulk emas o. Meni bu vaqtda meni tushirdi tövənki ayetken وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ degan oyatniki o'zi mushaqda nima qilgan tushirilgan dedi. Odamlarning ichidan shunda bir kishi borki, u kishi lahval hadisi setib oladi. Ya'ni lahva degan nima? Odamniki foydasi yo'q. Ki o foydasi yo'q so'z. Ya'ni foydasi yo'q so'z nima? Naqsha. Meni naqsha usul o'ylash degan gapni setib olgan kishiniki setib olgan mushta bir kishilar bor deb, meni Alloh taolo Qur'onni tanqid qilib mushta degan. Anda o'g'andikin men mush oyat mushu ayollarniki usul o'ynaydigan, naqsha etadigan ayollarni ilm setdim va uni e'lon qilishdan iborat bo'lgan men mush kishilar haqida, mush ayollar haqida tushgan oyat bu deydi. Uzaqamay deymiz biz Cabir radhiyallohu ta'ala anhu'ningki naha an akl hirri degan mush hadisini babu mayahilu akluhu degan bobda nima qilamiz? Zikr qilamiz inshaalloh. Ya'ni bu hadis mana bu Masabi Sünnet degan kitobniki bu yerda bor. Ammo Masabi Sünnetni biz Mishkat deb buni azroq o'zgarish qilgan ekan, bu hadisning umum mazmuni bu yerda emas. Mana mayahilu akluhu degan bobga munosibkan. Masabi Sünnet bu yerda bor. Biz ayadi şu deymiz. O yer bu hadis kinidir bu Masabi Sünnetda borkan deb qamma. Ayadi şu bor deydi. 3-chi fasl.
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindiki, dedi Abdullah, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, talabu kasbil haloli farizatun ba'dal fariza. Mana halol narsa kasb qilishni izlash nimadir? Farzdir, farzdinki deydi. Endi talab degan izlash degan gap, kasb degan qilish degan gap. Unda o'g'aniki bu Hindiston mana halol narsaniki o'zi kasb qilish bir gap. Uni mar kasb qilgan narsan o'zi halolmi, halol emasmi deb bu mu'min musulmon bo'lgandiki buni izlash bir gap. Unda o'g'aniki bu halol narsaniki o'zi kasb qilish bir farz bo'lgandikin ham uni izlashning o'zi nima bir farz deydimdi. Mana ikki farz bor bunda. Unda o'g'aniki mana bu halol narsaniki o'zi mana halolmi, harommi deb shu o'zini narsa arib mana halol bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, mana islom dinimizdagi ro'y uyg'un bo'lgan ishlarni qilishniki o'zi u bir farz bo'lsa, uni izlashning bir nimasi u bir farz. Unda o'g'aniki mushu izlashning o'zi ya'ni bir farz ekan. Ya'ni nima ekan? Bir odamga farz bo'lgan narsa nima? Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degandan u odamga nisbatan mu'min musulmon bo'ldi. Onidiki bu odamga nisbatan halol kasbniki o'zini izlab tepib qilish bu nima u? Farz. Ya bo'lmaydi. U odam mana qandoqkin bir farz olsun, muhim farzlardan yine u bir nima bo'lgan bo'ladi, bir farz bo'ladi. Mesela namoz, mana la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohdan eng muhim bo'lgan farz nima? Namoz o'qish, zakat berish, ro'za tutish, haj qilish. Mana mushu farz ekan. Bu namoz ekanki muhim nimani qatoridan, farzlarni qatoridan. Chunki mana oldingi hadisimizda deganimizdek, bizniki shu ibodat şu duayimizdeki icabet oluşu bizdeki şu qilgan kasbiniki halal kasbiniki buluş şu arqı tapqan pulni mena xashlab yeb ichib manfaatlashga bog'liq. Agar şu işimiz men musulmon, men mu'min deb o'tirib, namoz o'qiyman deb turib, u odamniki qilgan ishni ko'rsa haromdan bo'lsa, xahni aldab, qo'yib, saxtikorlik qilib, va'zi turmay, ashundoq men tapqan pul bo'lgan bo'lsa, u odamniki haromdan kirib, haromdan kasb qilgan, ham izlab tapqan pul bo'lgan bo'ladi. Bu odamniki shu o'qan, shu ibodat, namoz, nimalar nima emas, o maqbul emas. Maqbul bo'lgandan keyin u dunyoga nima bo'ladigan keyin quruq qo'l berib qoladi. Quruq qo'l bo'lgandan boshqa texnik orqa ishni ma'ni qilib sanab do'zax kirdimdi. Unda bo'lgandan keyin men bu halol narsaniki kasbini izlab yurib, qanday ish haloldi, maosh halolmidi, emasmidi deb izlashning o'zi nima ekan? Eng muhim farz ekan. Farz degan illoki namozga qilib qolmaydi. Ibn Abbas roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi, shuna deb jazman men Ibn Abbas roziyallohu ta'ala so'raldi. Mana musabni yezishniki nimasidan ish haqida. Mana Qur'oni Karimni u chaniki o'zida hozirda basmaxona yo'q, taraqqiy qilgan. Her adam o'ziniki meni yozuvchi bo'ladi. Yezish orqali shu orqali Qur'oni Karimni yoki boshqa kitoblarni shu qalamda o'ltirib yezish orqali bu adam u yerda nima topadi? Ish haqi topadi. Ish topadi. Bu orqali pul topadi. Meni bu qanday bo'ladi Ibn Abbas? Bu Qur'oni Karim Allohning so'zi tursa, Allohning so'zini mesela yezib berib uni setib mushtaq qilsa, bu durust emasmi? Bo'lamdi, bo'lmamdi deb so'rabdi. So'ragan vaqtda Ibn Abbas roziyallohu ta'ala dediki, yo'q chataq. Qur'oni Karimni yezish orqali, ya'ni hozir davrniki o'zida setish, nima, besish orqali deydi, shirkat yoki nima qurib, meni mushuddoq qilish orqali pul topsa, uni hech qanday nima yo'q, chataq yo'q. Nimishqan? Gap shuni so'ramasdir, bu yozuvchilarning o'zi surat keltirgichi. Ya'ni nima qiluvchi? Narsiki, mesela elhamdu ya bismillah desa, bismillah degan Allohniki so'zi bo'lgan. Qadimiy Allohniki bu so'zi bo'lgan, bu so'zniki o'zini bu odam qanday qilgan bo'ldi? Suratga akirib, mana beyda munda bu surat shakli akirgan bo'ldi. Faqat bu yerdagi bu surat shaklniki nimasi olgan haqqi. U Qur'oni Karimniki Allohning so'zini setib, Allohniki mana kalomini setib, kalomni setib topgan narsa emas. Mayadiki, bismillah aba degan ashar bunda kel surat keltirdi. Surat keltirgan ash suratniki haqqini olgan bo'ladi. Yani xatning haqqini olgan bo'ladi u odam deydi. Va gap shu, va jazman ular
Faqat deydi ular o'ziniki qo'llaridagi amalini yeydi. Ya'ni yozayotgan narsa ham surat, shakllanib. Ba'digan mundaq bo'ldi, atigan mundaq bo'ldi gibi surat, bir narsa surat oldu. Shu narsa suratga akib, ana shu harflarning o'zi, men qog'ozga qora qog'ozga oppoq surat akib yozgan bo'ldi. Men o'zi qo'lda mushlaq qon bo'ldi. Bu qo'lda qondiki, bu qo'lida qon amalni qatag'an bo'ldi. Unda bu shu halol bo'lgan bo'ldi. Bu nima emas o? Allohning Qur'oni bo'lgan, Allohning so'zi bo'lgan, o kalomi ilohiyni satqanlik emas. Shu kalomi ilohiyniki surat shaklida kelgan, o shaklni satqan gap. Ya'ni ish haqida. Unda o'niki buni qatorda shu ulamolarimiz mana Qur'oni Karimni o'rgitish. Mana buni qarta mana ijara nima uni haq qilish. Men mushus maslakaga vaqt yuzida ulamolarning o'tirsa shu buniki davrini tortib nima qilgan, o'chaniki o'zida talash tortishib ekan. Keyingi davrniki o'zida mana Qur'oni Karimni o'rgitish, diniy ilmni o'rgitish, madrasalarda o'qituvchilarniki maosh va kaza bir narsa erishdan iborat bo'lgan narsa keyingi davrning o'zida men osib bo'ludi deb chu qarg'an. Ammo burug' davrning o'zida u payg'ambar alayhisolatu vasallam zamoni va unidagi sahobaning zamoni saodat zamonning o'zida u undoq bo'lmasa keyingi davrning o'chog'i o'zida odamlar yaxshi edi. O'chog'i o'zida boshqa ishni qilish orqali bu diniy aloqadagi o'sha ishlarning o'zida hammamiz ajr olmay o'chal xolis qildi. Keyingi davrning o'zida odamlar o'zgarib ketdi. Bu ishning o'zi u odamniki Qur'onni ya o'rgatgan, ya diniy ilmni o'rgatgan, ilmni satmasdan oniki yiliq o'rgitish haqqi bo'lgan. Odamning og'zi chiqayotgan gap, umri va undan boshqa meni yeziqchilik deganidek oshnasniki haqqi bo'lgan bo'ladi. O'chada dinni satqanlik cho'p bo'lmaydi, oyatni satqanlik bo'lmaydi deb meni keyingi ulamolarimiz bu fatvoni chiqargan. Unda o'niki hozirgi davrniki o'zida men bu nima u ang loyiq. Agar u odamniki o'zi, ya'ni shundoq bo'lsa bu xolis niyat bilan dars o'rgatib din uchun xizmat qilsa, men afsi ishchi bu. Asli ishchi eng yaxshisi shu. Ammo u odam shu diniy xizmat qilaman, u ishni qilaman va o'rgataman, mushundoq ishlarni qilaman deb u odam umrini oyoq ishlatadi. Undan boshqa vaqt keladi. U vaqtdagi o'rda agar u odam boshqa ishlar, boshqa yerda ishni qilib qilsa, u odam ishni chu qila oladi, turmushni kechira oladi. Ammo u odamni voz kechib yoki u odam voz kechib shu qilish orqali ma'ni qilsa salohiyatlar bo'lgandan desa, o'char o'zi buni bo'lgan bo'ladi. Odamniki oyat hadisniki yilqi o'ziga o'rgatganlik emas, uniki umri, oniki vaqti, u odamning chiqqan og'zidagi gap. Mana bu shu orqali kelgan nima bo'lgan bo'ladi, maosh bo'lgan bo'ladi. O'char o'zi buni bo'lgan bo'ladi, u halolchi bo'lgan bo'ladi. Mana buni aniq cho'p bilishimiz kerak. Ammo islomiy davlat bo'lgan bo'lsa, mana o'char o'zida mana bu İslam devletinin İslam üstü kurgan devlet olan ekan, uçağınızı devletin xazinesinden, mana zakatning içinde xazini var. Val amilin aleyha degan, va fi sabilillah degan hammasi shunun içinde bo'lgan ekan, uçağınızda yani qazi quzzat, mufti, mudarrislarniki haqqini aşadı berdi. Bunu da ishqanda bir adam yo'qdi. Ammo İslami devlet emas, mustamlik bo'lib qolgan. Mışı kafirlarning qo'lida ish tahdid qolgan kishilarning o'zi mana dinni o'rgatib deb hech qanday bir davlat tarafidan uni chu qilmaydi. Ham uni chu bostirdi. Uni vayron qildi. Unda o'anikin bu orqali ashunday yaxshi odam, ubdan odam bo'lib qolgan bo'lsa, mana u yerdagi boylarimiz va boshqa yaxshi odamlarimiz mana mushunda qilgan deb uni haqorat deb uni kamsitib bunda qilsa bo'lsa demay, shu odamlarniki turmush ve dünyalık turmuşdaki üzülüş qamdışımız gerek. Men şunda qilish orqali u yerdagi dinlarning xizmatini u odam çok qiladi. Bu kim qiladi? U odam o'qib ham tijorat qilaman, dehqonchilik qilaman, ishlayman deb ketsa, o'chan o'zida dinni kim o'rgatadi? Kim o'rgatadi? Qur'onni kim o'rgatadi? Diniy tabliğ, diniy ahkam, kitob yozish va o'rgatish, men jejish degan ishni kim qiladi o'chada? Kim qilgan odam bo'lmagandan hamma odam qanday qo'llanadi ekan? Pasıqlaşıdı. Pasıqlaşqan deken o adam anı deken dindik çıkıdaş oludu. Ahiret o dünyanın işi xatar çok boludu. Mene o dünyadaki işlarınki, bu dünya ve o dünyadaki işlarınki ubdan buluş için şu dini alim, şu örgütü vatkan, mene ehli ilmiden ibaret olan şu adamlarınki, şu din doğruluk, işte tebliğ, ahkam, örgütüş ve vazi yetiştirki nemizki bağlılık, sebebi bağlılık. Şu bu gapning o'zini mene nima qilish kerak? To'g'ri tushunish kerak. Bizim rayonlarımızda oy muştaq oldu ekan, ondaq oy ammay nima qiladi, sen bəsən olmamdı. O adamı səndə işləyə küçü var.
Men hamma a'zosi saq. Oşdaq turğum men dinni imomatchilik qilaman. Hamda burug'i davrida endi. Imomatchilik qilaman, balliq dars o'qitaman, ani o'qitaman, mana deb qiladi. U o'z uchun emas. Seniki bu dunyo va u dunyo uchun qiladi bu ishni. Endi Rafi ibn Hadij roziyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Rafi, deydi ya Rasululloh, qaysi kasb eng yaxshi, eng pokiz kasb qavo deb so'raldi. So'ralgan vaqtida Payg'ambar dediki, Amalur raculu biyadihi. Kishiniki, ya'ni kishiniki o'ziniki qo'lida. Ya'ni o'zi bevosita qilgan ish dedi. Mana islom dinimizdan mayli u odam cho'ng xo'jayin bo'lib ketsin. Qandoq aslarda bo'lib ketishdi qat'iy nazar, u odamniki o'zining ishini o'zi qilish kerak. Ikkinchi bir odam men nima etim, katta etim, men noyat obro'li odamdim, andiq odamdim, mening ishimni qilsin deb o'zi cho'ng tutib oxirni qildirishning o'zi bu nima emas, u durust emas. Meni bag'onda ishlarniki o'zi shayx holatga kelib, yoki cho'ng odam kirib, qilib qolgan ishni bo'rtib qilgan. Bu qat'iy emas, islom dinimiz ro'yiga o'ygan emas. Agar mening shu orqali u odam anadagi nima topadi, u yerda pul topadi. Meni to'pish orqali u odam yeydi ichidi. Bu to'g'richi ubda pulchi emas. Va har qanday bayin ki va har qanday bayiki nima edi, mabrur edi. Ya'ni har qanday ilm setim tijoratga u ilm setim o'zi Qur'on Karim Rasul hadis Rasulullohning ro'yiga uyg'un bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, sahih bo'lgan meni tijoratning o'zi men eng bo'lgan bo'ladi, kasbchi bo'lgan bo'ladi. Ya'ni dehqonchilik, chorvachilik va mushu dehqonchilik, chorvachilik va bog'bonchilikdan iborat bo'lgan va undan boshqa ikkinchisi tijoratdan iborat bo'lgan eng bo'lgan bo'ladi. Men ish eng yaxshi ish shu pokizchi ish bo'ladi deydi. Abu Bakr ibn Abi Maryam roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedilar bu Bakr bo'lgan edi Miqdod ibn Ma'di Karab roziyallohu ta'ala uchun bir qul ayol berdi, u sutni sotdi. Sotdi va Miqdod u sutni nima qildi? Oldi. Yani o ayol o qulning o'zi haqqa sutni mada kamchilab berib qilsa, mayada o'tirib o'zi pulni oladi ekan. Mushtaq qildi. Deyildi so nimaga? Miqdod uchun. Subhanalloh. Bu qandoq gap? Aya atabiunlar. Sen sut sotamsan. Bu qandoq gap, bu sut degan eng obdan narsa. Buni sotmay sen uni qilishi kerak, eng obdan narsa bo'lgandan keyin hammadan manfaatli suvdak narsa bo'lgandan keyin uni sadaqa berib olsang, sen bir sabit tursan, sen pul topaman deb mushtaq ish qilamsan, bu sutni sotsang bo'lamdi bu. Pul topsang bo'lamdi debdi. Degan vaqtda va sen pulni nima qilsan? Olasan. Yoki tabiiy uniki zimmirni elaqa qizvola yondursak, aya bu qizvola sutni setib sen pulni olamsan. Bu qandoq gap, bu sen pulni olsang bo'lamsan? Sen sahoba emasmi? Payg'ambar ko'rgan emasmi? Bu pulni tutib turib, bu ishda qilsang bu bo'lamdi debdi. Degandiki, meni Miqdod dediki, "Ha, men shunda qilaman." Va ma ba'sa bizalik. Bunda ish qilsa hech qanday chatoq yo'q. Nimishqa? Anladım men Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan deydi. Jazman odamlarga bir zaman keladiki, manfaat qilmaydi shu zamonda hech qanday bir narsa manfaat qilmay, faqat dinar va dirham. Pulninki o'zi manfaat qiladigan bir zaman kelib qoladi. Pul bo'lmasa bo'lmaydigan. Pul bo'lish orqali anadagi u odamniki dunyo va oxiratlik manfaatlik ishi pul bilan keladigan bir zaman keladi. Degandi. Anda o'likin hozirgi zamonniki o'zida men pul tepish orqali andagi qanday qilaman uni mana u pul tepish orqali ashta sutni setib, ashta qizvalni yerini to'xtatib qo'yib, andagi sutni men pulni elib, mo'sha setish orqali pulni topaman. Pulni tepish orqali andagi dunyo va oxiratga foydali ish qilib, men o'zimni halol, men kasb qilish o'zim orqali balamni o'zimni boqaman. Uniki xayr ihson qilaman. Xayr ihson qilish orqali buniki manfaati u dunyoda ko'p bo'ladi. Men bu ishni qilaman deydi. Unda o'ylaydi, men har qanday bir odam o'zining martabasi men u yuqori odamdim, men katta odamda tijorat qilsam bo'lmaydi, ish qilsam bo'lmaydi, deyishlik o'zi to'g'ri emas. Qanday ish bo'lgan bo'lsa,
halol kasb bo'lgan bo'lsa, to'g'ri yo'l olgan bo'lsa, men u odamni o'z bevosita u odam shu ishni qilish orqali nima qilish kerak? Tijorat qilish kerak, ishlash kerak. Shu orqali pul tepish kerak. Bu eng nima u yaxshi ish. Nafida rivoyat qilindi. Dedi Nafi, berdim men tayyorlik qildim men Shamga berib tijorat qilib, o mush ishlarni cho'q qildim. Va Misrga Shamga, Misrga mushu malni opirish orqali karvon bo'lib, karvon qilib, men mushta ishni cho'q qildim. Men burun mush ishni cho'q qildim men Makka ya Madinam deb. Shuning bilan men andikin Iroqqa boraman deb tayyorlik qildim deydim. Tijorat Iroq bo'ldi ekan. Voy aşağı bir mal opirib setib keladi degan ishni qildim. Qandiki shuning bilan Oyshamni qishikib men qishib keldim. Qishikib Oyshamga dedimki, "Yawmal mu'minin, hey mu'minlarning onasi, berdim men burun. Men tayyorlik qilib, mushunda Shamga nima qildim? Misrga yo'l berib, mushda tayyorlik qilib, tijorat qilaman deb mal-mayada elib oyoq opirib setib boshqa qildim. Endi hozir men Iroqqa boraman deb mushda tayyorlik qilib qoldim." dedi. Degandiki Oysam dedi, "La tab'an. Undaq çok qilma. Malaka va albattachilik. Nim bo'ldi senga Shamdagi, Misrdagi bo'lgan tijorat ishing nim bo'ldi? Nimish bu ishni qilmaysan? Ziyon tortib ketdingmi? Qanday ish bo'ldi?" dedi. Nim bo'ldi? Chunki Qarag'anchimizdan men Shamga, Misrga olib borgan tijoratni o'zim foyda qiladi ekan. Anda onu foyda qilib turib, sen tijoratni u yerga qilmaslikka nim bo'ldi? Nim sabab bo'ldi? deb Cezmen Ayşem şuna dedi. Cezmen ben anladım ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de deydi. Kaçan ki sebep kıpasa Allah Teala senin birin için bir rızkını bir yoldur. Yani bir taraftan Allah seninki şu taraftan rızk kılışı sebep veripti. Yani kanda sen burun tat Şam'a Mısır'a verip seninki rızkını aşağıda kıpberine aş yolunu kıp veripti. Kıpbergen bolsa o yolunu nemi kılma terk etme. Devamlılık şu yolda çıktı dedi. Hatta ki özgerge mana o yolning o'zi sen uchun o'zilib ketgan. Ya u yerda tijorat ish yo'qolib ketgan, ya ziyon tortib ketgansan, ya yo'l itib qolgan, ya bir ish bo'lgan. Yoki bo'lmaydi, mana shu tarafniki o'zi inkor qilingan. Ya'ni inkor qilinganki, o odamniki o'zi, u yerdagi tijoratning o'zi, mana qilgan ish u yerda yo'qolib ketib, to'nilmaygan ishorat kelib ketdi, ya yo'l to'sib ketdi deganlidi. Mana mushunda ish bo'lgan qadar Allah Teala sizga bir yo'lni bir tijorat qilish orqali ya ishlash orqali bir yo'lning o'zini men pul tepib, ashunda qilib bergan bo'lsa, siz bu yo'lni hargiz tark etmanglar. Yil oni qilaman, yilmoni qilaman deb u ishni cho'q qilmanglar deydi. Mana bu islom dinimizdagi tijoratchilarga bo'lgan axloq. Shunga ba'zi rayonlarniki o'zi qarsak, mana bir kasbniki o'zini bo'visiga, ba'zisiga tijorat meros qoladi. Nimishqan? Bu yejisk amal qilib. Bizda-chi kichkina bir ishni tepib olsak, uningdan uni pul tepib olsak, u pulni uni to'xtab qolmay, kim bilasa uni qilayotgan, yili uni qilayotgan, yili buni qilayotgan. Shuning bilan u odamniki mana tijoratga yo'g'inash, tijoratda rasmiy ro'naq tepish degan ish bo'lmayotgan. Buni ko'ryapmiz. Shuning uchun bizniki mana bu Uyg'urlarniki ichida eng cho'ng tijorat nemizga chiqqan, mesela xalqarалық, dunyoviy xarakterlik bundaq tijoratchilarniki o'zining chiqishi nihoyat tez. Yo'q deyarlik. Nimishqa? Maaşni azaq qilib qo'ydik, qilib qolgandan keyin voy bunda bo'ldi deb ziyon tortib kelsa, qo'y mayli bo'lmaydi. Ammo shu ishning o'zi yeni mengvasimi, bir bu tijoratni yeni boshqa yo'l qilib qo'ygan. Yeni oni olishayotgan, yeni ma'ni qilayotgan. O'y undaq deganda. Osh ko'zlik qilib. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Ayşe, berdi Abu Bakr radhiyallohu ta'ala uchun bir g'ulam. Berdiki bu g'ulam Abu Bakr radhiyallohu ta'ala uchun bir xarajni, bir bajni nima qildi, chiqardi. Ya'ni Payg'ambar Abu Bakr radhiyallohu bir qul bo'lib, shu qulniki o'zida mukotab qilgan. Xaraj degan shu anda. Mukotab qilib, sen manchilik pul topsan, men seni ozod qilaman deb tijorat shartlik bo'ladi yoki men mush ishni qilgan. Berdi Abu Bakr radhiyallohu ta'ala aytdi, shu tep akagan shu odamniki nemasidan bejidin.
yoki boj degan, ya'ni sen kunda mana pul topsan deb ashtab uni hisoblab, ya 2 dirham, 10 dirham pul topib akirsa deb majburlab uni vazif qilib bergan gap. Men mushdachu qildi. Payg'ambar Abu Bakr buni tuchi yeydi. Shuna bu adam bu qulniki o'zi bir kuni bir şeyin ekeldi. Ekelgandikin Abu Bakr buni tuchi yedi. Yegandikin bu adamga g'ulam dedi ki, "Tadri ma'asa. Nima bu sen bilemsen ekelgan narsa?" dedi. Degandiga Abu Bakr dedi ki, "Nima o?" debdi. Dedi o adam, o qul, "Bertimman, qoyillik qildim, qoyillik qilgan idimman jahiliyatda bir insonga." Ya'ni musulmon bo'lishniki oldidan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber buluştaki aldıda men cahiliyet devri oludu. Men şu canlık üzde bir adamga bir kayılık beğendim. Ramballık beğendim. Ve lekin men kayılığımı çıraylık çok kılamaydım. Lekin cezmen men o adam gözlep koydum deydi. Aldap koydum deydi. Aldap, oy bundak, oy sizin baxtlı bundak oldu iken, andak oldu iken, işler bundak olup ketken dep, men muş gapni men nima qildim? Onu cho dedim. Şoňla bu adam bana hazır emdi. 5-10 yıldan azı gap. Hazır bu adam bana uçuşup gap. Bu adam şu narsaniki haqqini bana şu berdi. Şu çağda o haqqini bermek yetipdiken, neme dep ketdi, endi okulamaydı. Şu canınızda sizin haqqini qepti dep, şu davrdaki kayılıqni haqqini, men senin haqqini bermeptim dep, meni 5-10 yıldan keyin bu adam ki şunu berdi. Bergendikin o adam depti ki pes muşiki muşo dep o adam bergenti dep andiki bu qul Abu Bakrga sen yiyen narsaniki o'zi muşo dedi. Degandikin dedi Ayşe, şuna Abu Bakr radhiyallohu taolo o'zining qo'lini og'zi tikib, boshqasini qo'li tikish orqali o Abu Bakr radhiyallohu taoloning o'zining qo'shig'idagi narsani hammani qusyapti deydi. Munda qildi o. Shu Abu Bakr radhiyallohu taolo bo'lgan. Yine Abu Bakr radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kirmeydi cennetke bir cesetke, yani bir bedenke gızak berildi o bedenke haramdı. Yani o adamın yevatkan, içivatkan, kişi çağdın tatip kuvatkan işinin hemmesini nerede kipti o? Haramdı kipti. Yani haramdın kelgen, haramdın ösken ajında beden, yani cennetke kiramaydı o der. Mene Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din muşu yedisінші sözü algan. Algan bolgandaki şu Abu Bakr yuqorqa yedista, mene aşu haram narsa kelgan, xahni aldap. Mene xahni aldapdı. Yeni birisi kahin. Mene aldap yuvagan narsa o'zi haram bo'ladi. Mene qo'yib aldap, yolg'on gap qilib, saxtkarlik qilgan narsa nima haram? Anda o'g'aniki bu narsaning o'zi mene haramdan kirgandiki, yegandiki, ishgandiki beden unidan o'sgan bo'lsa, u badal men jannatga kiramaydi. Degandikin Abu Bakr shu onini qotgan, og'zi ochilgan narsaning o'zini qusayotgan. Zayd ibn Aslam radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, shunday jazimiz Zayd meni dedi. Zayd meni ishti Umar ibn Xattob radhiyallohu ta'ala bir sutni ichdi. Ishgandiki bu sutga pek hayron qoldi. Jabtat sutgan bu deb dedi. Abu Ömer radhiyallahu ta'ala şu sütni suvagan adamga debdi. Men aynadaki hazalepen. Bu süt nereden geldi bu? Nereden geldi bu sütni? Degandikin, men bu adam Ömer radhiyallahu ta'ala xabar beribdikin, keldi bu adam bir suvni qashiq keldikin, jazman o adam o suvninki yüzünü atgan. Yani falan bir suvninki qashiq keldi. Kelsen şundaqlı kelsen bir necha meni to'gilar borkan, sadakaniki to'gillardan. Sadakaning to'gilar bir qo'sh to'gilar borkan, valoki ularni nim ketibdi. Ularni shu to'gil shu sug'urga ketibdi. Sug'organdikin ular men uchun men u sadakaniki to'gillarniki sutidan menni kupadi, segpadi. Shuningla bu sutniki o'zini meniki mushu saqa, ya'ni mushu suv qachalarga qachamchi qildi. Men huwa haza. Men mush süt, men mushudo dedi. Sen ishga süt, men musho degandikin, shuningdan Ömer radhiyallohu ta'alaning o'zining qo'lini og'zi tiqib,
u ichgan sutning hammani nimpatib qusayotgan deydi. Şuna Ömer radıyallahu ta'ala nu çok boldu. Bizço biz o'qib tursaqmi? Ajna qilib tursaqmi yeydan olib ketdik ya hozir. Allahdan bu halalmi karimiz yo'q. Şuna u sahabeler sahabe bo'lib, şuna u ikkilar Abu Bakr Ömer radıyallahu ta'ala'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nimesi olgan ve sahabeler olgan. İbn Ömer radıyallahu ta'ala'nın rivayet qildi dedi İbn Ömer. Bir adamiki setib olgan bo'lsa, o adam bir kiyimni 10 dirhamga. Vaadolki bu 10 dirhamning ichida 1 dirham harom pul bor ekan. Ya'ni bir adam bir kiyimni 10 koyga setib yapti. 10 koy setib olgandiki shu 10 koyniki ichida 1 koy. Ya'ni biz vatan bu koy deydi endi. Ya 1 lira yoki 1 dollar deydi. 1 pun ya deydi. Şu va pulniki o'zi 1 pun, şu 10 dirham pulning ichida 1 pun ya 1 koy harom ekan. Haram bo'lgan bo'lsa Alloh taolo mana shu odamning uchun mana shu kiyib shu odamniki ustida bo'lsa Alloh u odamning o'qigan namozni qabul qilmaydi deydi. Mundaq. Ondan İbn Ömer raziyallohu anhu o'zining ish qo'ligini barmog'ini o'zining ish qo'liga kirgizibdi. Bu kirgizib debdi. Summata mening ma ish qo'ligim gasub ketsin, anlamasib ketsin. Eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mailesinin diğerliğini anlamasa. Ma gapning o'zi Peygamberimiz anlamagan bo'lsa, men mening qo'ligim gasub ketsin ilohim deb aytadi. Ya'ni demak, nima degan gap? Ya'ni mushuk gapniki diğerligini men rasman ma ish qo'ligim bilan anladim, hech qanday shak yo'q buningda. degan gap. Unda o'yliki, mana biz har qanday bir narsa olsak yoki ishlatsak, shuniki ishlatgan olgan narsaniki o'zidan yoki yeyotgan narsaniki o'zida kichkina bir narsa bo'ladi ekan, shu narsa shu vujudimizda bizga taalluqli bo'lgan muddatning ichida qilgan ibodatimiz maqbul emas. Endi bir hadisda 40 kungacha kitobda boshqa hadislar bor. Men mushu endi bir hadisda shu narsani o'zi qusib chiqarib o'tish kerak. Yoki u narsaniki o'zini o'lmadimi deyishcha, shunda bir narsa o'qib qolgan bo'lsa, darhol chiqarib bo'lmagan bo'lsa, uni qarshi darhol shu olgan ya'niki o'ziga berib o'tish kerak. Tövbesi bu. Mushtachu deydi. Onidiki bu odam nima bo'ladigan ekan, qilgan ibodati, mana ro'zasi, zakati, hajji va duosi maqbul bo'ladi. Bo'lmasa maqbul bo'lmaydi. Namoz maqbul bo'lmagan ekan, namozning asosi mana yadrosi nima? Dua. Duaniki o'zi mana namoz maqbul bo'lmadi, butun narsa uni ichidagi yadrosi bo'lgan duo maqbul emas. Shuning uchun duo hozirgi kunda nima uchun maqbul bo'lmaydi? Nima uchun? Her ulug' vaqtda Ramzonda Laylatul Qadr degan yerda har ulug'cha yaramda Madinada duo qilib ketadi, duo qilamiz. Uning foyzi yo'q emas, foyzi bor. Men bu esa Imom Ahmad va Bayhaqi Shu'abil Iymon degan kitobda nima qildi? Rivoyat qildi. Va dedi Imom Bayhaqi, ammo bu esa isnodi sal zaif baroq dedi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.